Rossiyada Sankt-Peterburgda bo'lgan voqea meni yuzlarimda qon va g'alati holatim. Buni hammasi PR edi do'stlar. Gapimni oxirigacha eshitinglar. Men yaqinda chiqdim. Juda ham mashhur bo'lib ketdim. Millionga yaqin podpischiklar, ko'chada meni ko'rganlar rasm tushishi va yaxshigina reklama narxi, Octagon Ligada 2 yil rekord media bo'yicha juda ham oldi jangchi va yangi paydo bo'lgan insonlar, yaqinlar. Men ularni sinamoqchi bo'ldim. Bu voqea reklama jarayonida paydo bo'ldi va men buni rivojlanishini shunchaki to'xtatib qo'ya olmadim. Shunchaki kuzatgim keldi. Yangi tanishlarni elakdan o'tkazgim keldi. Men buni ertasiga tushunishim kerak edi. Menga g'amxo'rlik qiladigan aka allaqachon o'lib ketgan ekan. Men uchun yagona doimo g'amxo'rlik qiladigan otam, onam qolgan ekan. Otamni davlinasini ko'tarilib ketishi, onamning esa ko'zlarida yoshlar. Va bir ikkita eski tanishlar va juda kam bo'lgan yangi tanishlarning mendan bo'lgan xavotir. Men bundan keyin juda ham faqat oilam uchun yashayman. Faqat oilam uchun. Faqat oilam uchun. O'zgalar pashta menga qiziq emas. Men 3 kun uxlay olmadim. Ko'zlarimda yosh. Juda ham ko'zlarimda yosh. Va bugun videolarni o'chirib tashladim va xato qilganimni tushunib yetdim. Bundan keyin pashta 78% odamga ishonchim yo'q.